Murojaatim Toshshahar Transxizmat va talaba va o'quvchilarga. Tiqilish paytida avtobuslarda o'g'il bola, qiz bola bir-biriga ishqalanib ketayotganligini tasavvur qilsam, odam xafa bo'lib ketadi. O'zbekchilikka to'g'ri kelmaydi endi. Bu holatdan Transxizmat bexabar deydigan bo'lsak, ularda GPS, kamera, hamma imkoniyatlari bor. Avtobus yetishmayapti deydigan bo'lsak, avtobus kanichkalarida to'rtalab turgan avtobusni programma orqali ko'rsa bo'ladi. Ikkita bir xil avtobus bir-birini quvlab ketayotganligini ko'rsa, odam g'alati bo'ladi. Chunki keyingisi yarim soatdan keyin ham kelmaydi-da. Talaba, o'quvchi, pensionerlarga ham qoyilmasman, chunki kartasini urmasdan tushadi. Natijada tepadigilar o'ylaydiki, odam yo'q, avtobus bo'm-bo'sh ketyapti deb o'ylaydi. Oldingiga nisbatan avtobus xizmatlari 10 emas, 20 barobar yaxshilangan desam yolg'on emas. Lekin tizim to'g'ri ishlashi uchun talabalar kartalarni hammasini urib tushish kerak. Transxizmatdagilar ham avtobuslarning orasini to'g'ri regulirovka qilsa bo'ladi-ku. Kelaylik, shu narsani to'g'rilab qo'yaylik. Murojaatimiz tepaga yetib borishi uchun like, komment, bir narsalar podelitsiya qilib qo'yinglar. Hammamizning ham talaba qizimiz, talaba singillarimiz bor-ku. Tizim yana ham yaxshiroq ishlab ketsa savob bo'larmidi deyman-da.